oyoq qabrda ajali. Miyani ham yarimi o'zi ikkita gap eplab gapira olmaydigan holatda. Lekin hali bu dunyoni matohlariga, taqinchoqlari-yu, o'yinchoqlariga hali to'ymaganda ko'zida hali energiyada. Men 39-40 ga kirganman. O'sha payt endi 1-2 yil oldin o'tgan voqea. Nechungi radioda 3 ta emchalik qiz kelsa ham qiziq emas. Kimdir shu tizga 1 million dollar tashab qo'ydim desa ham qanaqadir. Ladin tashab qo'ysin, nimaga tashab qo'ygansiz? Deydigan holatdaman-da. Anaqami? Oldi berdi bormi yoki bo'ldi, rahmat deydigan holatda-da o'sha. Ular men ko'rib qolaman-da. Bor, shunaqa insonlar siz ham taniysizlar-ku. 70 ga 50 ga kirganda bitta oyoq qabrda faqat yaxshilik qilish kerak. Bu dunyoning matohlarini unutib faqat oxiratni o'ylash kerak. Lekin ular ham hech bir qurbonlikka qo'y ham so'ymaydi, onangni emmagur. Qarindoshiga o'zi puli ko'p. Bironta qarindoshiga bermaydi, qo'shnisiga ham bermaydi. Shu yig'averadi, yostig'i tegigan dollarlarni qo'yib uxlaydi, hidlaydi. Mana shu dunyo ichiga kirib qolganda dunyoda men aytaman, bilaydi. Kim to'g'ri yashayapti o'zi deyman gohida. Bumi to'g'ri deyman, men to'g'rimi o'zimcha. Shunaqalar bor ekan. Endi u ham yomon degani emas. Endi u demak, u shunaqa. Bu degani mana 8 milliard inson yer yuzida degani bu 8 milliard xohish, 8 milliard dunyo qarash, 8 milliard fikr. Balki ular hayoti davomida o'sha assalomu alaykum shef. Uzr, mashina o'zgardi shunga. Tinchmisiz? Joy bormi bizga? Platni joy bo'lsa ham tiqib bering. Abid yelik birga aka, xatami. Biz sho'timizdan shashlik yesinlar. Yo'q joydan javob beradilar har doim menga. Qaysinga? Bo'ldi, men olib qo'ying xatyabi. Ikkitasidan shashlik yeb olasiz, shef. Rahmat, boringizga shukr. Xo'p. Balki o'sha insonlar hayotida, yoshligida pul bo'lmaganda, misol uchun, keyin Xudo pul bergan, baraka bergan, o'shani saqlab qolay deb o'sha psixologik travma hovliqib vohma bilan yashaydi balki. O'zim fikrlar bo'linib ketdi, men bu yerda nima bo'lib ketdi. Sumkam bor, avvalo keyin tirab qo'yaman. Xo'p. Ko'rinar ko'rinmas deyapti. iPhone bering bitta please. Nima? PSY Nazima qiz bo'lamisiz? Mana Nazimaxon. Singil jonim. Скорее всего, singil jonim. Mana qarang-da. Bu dunyoda tekinga mushuk oftobga chiqmayapti. Nima qilamiz? Sizga telefonni bersak, bitta sotib olsak hozir, konkursdan tashqari. Sizga bersak, imkoniyat bor. Lekin nimani evaziga? Qiziqda menga. Mayli, men misol uchun hayotimda bir mayli, endi hayot gapirmaylik. Nima haligi? Nima bo'ladi unaqasiga? Mana sizga telefonni bersak, Nazimaxon. Siz u telefonda nimalar qilasiz? O'z ehtiyojingizga ishlatasiz. Bizga nima interes bundan? Bizga nima foyda? Siz duo qilsangiz, sizdan ham kuchli onaxonlar duo qilgan bizni. Siz duoyingiz bir chekada qolib ketsa kerak balki. Nima qilishingiz mumkin yana? Ovqat qilib berasizmi? Shirin qo'llaringiz restoranlar ham bor, misol uchun-da. Tak. Nima taklif qilasiz? O'zingizni taklif qilishingiz mumkin, aytishingiz mumkin. Mana Azzaka yoki-da mana evaziga men bo'lmaymanmi? Yo'q, bo'lmaysiz. Chunki hozir konkurensiya sizlarda ham juda katta. Qizlarda ham konkurensiya juda katta. 25, 26, 27 yoshlarda o'sha
qizlarga ham konkurentlik katta bo'lyapti. Chunki yosh hali haligi yarachaqa bo'lmagan, hali urilmagan, hali bir bor-ku, mashinani tanlab oladi bozordan, chizilmagan, laminatsiya, hamma yoq cho'tki, ya'ni ozgina dog'chasi bor, ko'rinmas. Shunaqalar bilan konkurensiya bo'layotgan bo'lsangiz, undan ham unaqa ko'p. Nima siz evaziga bera olasiz? Kitob o'qib berasizmi? Yo, raqsga tushib beray desangiz, videolarimni olib chiqqan dahshat, raqsga tushadigan qizlarim bor, tanishlar. Ular aniq sizdan yaxshi o'ynaydi. Tak, nima qilasiz? Nima? Baribir siz aytishingiz mumkin. Men sizni butun umr eslayman, butun umr unutmayman yaxshi. Yo'q, biz ularni ham ko'rganmiz. Unutib olasiz. Esdan chiqib ketadi. U aniq, u ma'lumot, aniq. 1-2 kun mo'sh rahmat aytarsiz. 3-4-kun o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib iPhone'ni storiesga qo'yib, atrofingizdagilarni ham umrini yeysiz keyin. Mana men iPhone 17 oldim, padariga la'natla, men ham odam bo'lib ketdim deb storiesdan o'sha ba'zi umrda yeysiz. Rasmga tushganda ham telefonni oldi tomoni ko'rinsin deb mana shunaqasiga rasmga tushasiz. Ro'ziviy, savuz rang tomoni bilan. Yo, nima qilasiz? Unda bir anaqa qilasizmi? iPhone'da bir yaxshiliklar qilasizmi? Shuni bilishimiz kerak. Biz sabab nima qilasiz? Siz uni bilishimiz kerak biz. O'shanda haqiqatdan ham endi ana kulfatingiz bo'lsa, ishkalingiz bo'lsa, bir muammoingiz bo'lsa, lekin internetda bemalol o'tirmasdingiz. Demak, muammoingiz ham yo'q. Sizga prosta iPhone 17 kerak. Mana nima anaqasi? O'ynani atrashingiz shunaqa kir ekan, qaranglar. Qani artgacha buni. Mana sal bo'lsa ham toza bo'ldi. Trollar bosamiz deyaptilar. Konkurs bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Sniper official. Mana sniperdaga bolalar bilan ehtiyot bo'lib gaplashinglar. No, hatto gapirsanglar peshanada pritsel paydo bo'ladi. Tak, hammaga sovg'alarni tarqatib bo'ldingizmi? Yo'q, hali start bermadik. Aytgancha, ana fake'lar kamaydimi? Ko'ryapsizlarmi fake'larni? Chiqib bo'lsa menga screenshotini tashlab beringlar. Ana meni jonli efirlarim aylanayotgan kanallar ular fake emas, ular aylantirursin. Unga qarshi emasmiz biz. Vaynlarimizni yoki yaxshi videolarimizni aylantirishaversin. Ana konkursga aloqador videolarimiz qayerdadir bo'lib qolsa, menga screenshotini tashlab qo'yinglar, bir do'stlik qilinglar. Iltimos, men baribir sizlarga ertaga shu iPhone'larni 30 tasini tarqataman. Ko'ngillarga bir quvonch olib kiraman. Yutganlarga albatta hammaga yetmaydi, 30 ta odamga yetadi endi. Lekin 30 ta iPhone baribir bergan bloger ham yo'q-da. Shu yerda ham birinchi. Shu yerda ham birinchi bo'lib qolyapmiz. Shu yerda ham konkurensiya yo'q. Giylik bergan ham biz. Porsche bergan ham biz, Mercedes bergan ham biz, Gentralar bergan ham biz, telefonlar bergan ham biz, pullar bergan ham biz. Lekin ana bitta-ikkita shubhali shaxslar aniq qilishsa, sovg'ani bergan odamni ko'rsatishmasa hech kim so'ramaydi ulardan. 2 mingta iPhone tarqating. Ya, uncha iPhone zavodda ham yo'q-ku, shef. Porno aktyor bo'lmoqchiman, nima maslahat berasiz debdilar. Porno aktyor bo'lmoqchi bo'lsangiz, praktikasi bor, porno aktyordan so'raganingiz ma'qul-da. Mana men endi oldin olib turardim telefonda, o'zim. Maqsad nima edi? Maqsad o'sha harakatlarim qanaqa bo'lyapti? O'zimning harakatlarimni to'g'rilash uchun mana boksda bo'y teng yo'qlasiz, lapa ishlaysiz, bam ishlaysiz, keyin videoni ko'rasiz. Mana bu sal tazimni burmayman, misol uchun deysiz, to'g'rimi? Mana bu sal oyog'imni kattaroq ochib qo'yaman deysiz. O'shanda men oldin shu o'zim ana bir klip payt anagi dam olgani chiqib turardim, bir hafta 10 kunda bir marta o'tlagani, o'sha payt kamerani qo'yib qo'yardim, yuzlar ko'rmaydigan qilib, shu yerda o'zim harakatlarimni ko'rardim. Keyin ko'r bo'lgandan keyin o'chirib tashlaydim shunaqa.
Bir ikki marta o'chirmaganimda topib olishgan, ko'rib qolishgan, uyda janjal bo'lgan. Sizga maslahat o'chiring, korzinkadan ham o'chirib tashlang mabodo shunaqa aktyor bo'lmoqchi bo'lsangiz. Shunaqa. Menimcha bo'ldi, hali kelmagani o'zi. Erta keldim. Yo'q, Romda 10da keldim, 10da. Chon deydi, hozirgi yoshlar energetik ichaman deydi. Ha bu yoshlar shu yoshda qaqishatib qo'ygan bilan shuncha energiyasini tushunmayman. 2-3 ta zavodlarni tutatib qo'ysa. Спасибо всем. Mayli. Allo. Alo. O'labey. Aka, assalomu alaykum. Men keldimmi? Qattasiz? Ana Buka GM deb yozib qo'yibdi. Bo'ldi. Ko'chada turibsizmi yo qayerda? Ha, ko'chadan. Stayankadami? Da. Ko'rmayman siz stayankada. Men stayankadami o'zim? Mashinada keldim, taksidami? Taksida keldim. Bo'ldi, kiravering, ichkariga hozir kiraman. Hop. Tirnog'imni olay. Soqolini olib kiring. Yo'q, soqolga menda muammo bo'lmaydi, soqolga xudo xolisi. Menga soqolingni olgin desa olaveraman. Men uchun bu narsa sovuq emas. Men misol uchun mana shunaqa narsalarni sumkalar qani sumkalar? Ya men aytdim, Turovkaga kelyapmiz dedim-ku. Bugun bo'ladimi konkurs? To'g'risi bugun start beramiz. 15 ta joyimiz qolgan. Shularni qilib olaylik. Hozir 1 minut do'stlar. Shuna ukam kelib qolgan ekan. Qanaqasiz? Qani sumka? Mazgima aytdim-ku, Turovka bizda. Ot charchamasmiz, assalomat. Nima edi? Siz nima edi siz? Nur Muhammad ukam zalga keldilar, tanishib qo'ydilar shu kuni Prime'da. Menimcha birinchi jang qildingiz. Birinchi bor ochib berdim. Kuchli bola bilan berib qo'yishdi, bilmayman bu qanday bu bola bilan chiqdi. Vesi ham katta, lekin yaxshi urishdilar. Kulachkada ko'proq menimcha. Kulachka yog'ochlardan qolsin, aksent qolsin. Ko'proq kulachka, lekin bilganlar biladi, bilmaganlar ham bilsin. Kulachka bilan shu prof boksni ozgina farqi bor. Kulachkada sal texnikalar boshqacha. Shu ukamning yo'li og'irroq, Shahobiddin yo'lidan ketyaptilar. Yaqinda qayerda urishasiz? Urishasizlar? High fightingdan. Armeniyadan qachon? 28-mart. Ha, 28-martda bular high fightingda urishadi Armeniyada. Poddержка qilib turli haliroq esicha stoyska qo'yib qo'yaman, profillarini poddержка qilinglar. Ko'rinishdan yaxshi bolaga o'xshayapti. O'zi boshda hammasi ko'rinishdan yaxshi bola bo'ladi. Oxirida ko'tkizib ketishadi bular. Oxirida hozir. Hazil kameladi. Ты приколы понимаешь? Ha, hayajonlanasiz. Siz ham ko'tkizib ketadimiz oxirida. Ya hazillashyapman, unaqa bola emas, taniyman. Poddержка qilib turinglar, aka-ukalar. Biz ham shu maslahatida hozir keldilar. Mana yana ikkitasi keldi mana. Yomonlari keldi mana. Ko'zi qonga to'lganlari keldi mana, ha? Mana Amir. Endi bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ishonib bo'lmaydi-ku, hali shu yoshigacha selki ekan. Qo'liga vafodor ekan, qo'li har kuni bunga gapirayotgan ekan. Amir, agar u bukimni topsang, men o'zim osib qo'yaman deb ugrajat qilayotgan ekan. Barmog'i. Orqasidagi Otabek esa, lekin u bola unaqa emas, vafodor emas. Sevka emas, xullas, Otabek sevka emas. Menga o'ziga ham buzilgan. Ishlayapsiz? Otabek ukam. Lekin mana shu bola qizlar ko'rayotgan bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar mana? Nima deb aloqaga chiqishmas, nima deb o'ylaysizlar? Bolani turishidan bilib bo'ladimi? Bu bola sevkami, sevka emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni sevgi degan qaysi ma'noda? Qizlar bilan yurganmi, yurmagan? Bu aytish bo'yicha faqat bu yurmagan, yotmagan. Даже qo'lidan ushamagan ham. Bilmayman, bu sog'liq joyidami uka? Joydan? Shuning uchun men bilan yurmayman. Men bilan yursangiz yo nomis chiqadi, yo amis chiqadi. Hozir jamis chiqadi. Ha, bo'ldi, kiryapmiz. Xayrlashib qo'y. Hurmatli do'stlar, o'zingizlarga, hammangizlarga kuningiz yaxshi o'tsin, omad. Biz endi ko'rinar-ko'rmas ularlardan trenorovka qilamiz. Mana shu ukam degan sumkasini olib kelmadi, chunki bizdan qo'rqdi bu bola. Biladi bu professional aktyorlar borligini.